Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 8-iyul 2026-yil navbatdagi Laboga mana chiroq bo'lgan tunkani o'rab oldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Chimyondan kelibdi. Mana nomerlari tanigan egalar like bosib qo'yasizlar. Atrofiga poliga polni shumkali holatdagi choksiz variantdagi tunkalar qilib berdik. Mana bu joylariga konteyner pollar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu narsa qattiq tegadigan bo'lsa bukilmaydi, qirilmaydi. Mana bu joylarda shu holatda shumka bo'kaklari bor, yonlaridan qatirilgan. Taylari ham 1,5 sm ichkari qaytgan holatda, ochganda qo'lda kesmaydi, inmaydi. Akkumulyator qutilar qilib qo'yganmiz mana. Ko'rishingiz mumkin, ideal holatda. Qalinliklari mana 1.8 listlardan qilinadi. Har xil juqa tunikadan qilishadigan akalar bor. Unaqa holatdagi sondiqlar emas, bu garantiyali sondiqlar bo'ladi. Atrofiga aylantirib lipochka olib pishirib olsa, suv ham kirmaydi bu sondiqning ichiga. Alohida sondiqchalar sotiladi. Orqasiga rishotkalar bor. Mana bu holatdagi dugalari ham bor. Dugalarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu holatdagi dugalari. Tomiga bunaqa bagajlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat chiroqni qotirib beramiz. Kamchilik xatolarsiz albatta kommentariyaga yozinglar. Do'stlar, yaqinlarga Laboga, aka-ukalarga jo'natishni unutmanglar. Kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.